Mana bu odam nimadan norozi? Jasmin Kokosh bilan oldindan tanish, yozishib yurgan. Ochib tashlayman, ochish kerak emas. Botqoqqa botib ketadi. Agar klinika Kokoshga nisbatan qilgan bo'lganda men Kokoshni olib turib tutib yuborardim. Buchi, bular nimadan norozi ekanligini hozir tushunib olasiz. Qanjiqvachcha, shu darajada iflos ekansan, xafa bo'lma. Yetimlikni orzu qilib, amdan tushmaydi hech kim, bilib ol. Uy deyishyapti-yu. Sabrina sizlardan uy so'ramagan, o'zinglar shov-shuv qilib PR qilgansizlar. To'g'ri, noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q buni. Bularning hammasini fonida Jasmin Transni qo'llab-quvvatlaydigan odamlar juda ham ko'pdir. Jasmin Trans o'zi aslida erkak kishi bo'lishiga qaramay, LGBTni O'zbekistonda targ'ib qiladigan odamlar qatoriga kiradi. Senga endi uy, mana uy endi senga. Mana uy senga endi, mana olasan uyni. Yibanashqa tuparyo'lay. Hammani norozi qilib ketding yordam berganlarni. Hammani Yulduz, Mohina, men hammani norozi qilib ketding. Butun yordam berganlarni norozi qilding. Xalqqa ayt, bu xalq to'plagan pulni nima qilib yuribsan onang bilan? Shuni fakt bilan keltirib ber. Davay chek chiqarib ber, nimaga ishlatyapsan pulni? Men bilaman, xalq bilsa seni qarg'ishga qolib ketasan. Qo'ygan, tilim. Shu bilan birga uning mardona va beqiyos chiqishlari ko'pchilik oddiy insonlarning qalbidan joy olgan. Lekin ushbu jasorat va xushmuomalalikning ortidan nimalar turadi? Pasportingizni kserokopiyasi bilan tashab qo'ying dedi. Tashab qo'ydim. O'sha bir haftadan oshdi. Ko'rgani ham yo'q, javob ham bermabdi. Menga aloqaga chiqmadi. Qanchalik to'g'ri, noto'g'riligini bilmadim, lekin men hali uy olganim yo'q buni. Uy deyishyapti-yu. Sabrina sizlardan uy so'ramagan, o'zinglar shov-shuv qilib PR qilgansizlar. O'sha Muzaffarga aytib, storiasiga qo'yib bergan, storiasida shov-shuv qilib tashlagan. Sabrina Marat akasidan uy so'ramagan. Sabrina pul so'ramagan. Intervyusida ham to'g'ri aytgan. Chunki O'zbekistonda bo'lmagan. O'zbek nomerini tashlang deganda advokatning nomeri degan. Chunki O'zbekistonda bo'lmagan. O'zbekistonga borib telefon qilishsa, telefoniga tusholmagan Marat akasini. U situatsiyadan chiqib ketish uchun Sabrinani yomonlab qo'yishyapti. Xolos yetim yasinga beramiz, unga bermaymiz deb. Odamni ma'mutida bo'lsa, u advokatning nomeri O'zbek nomeriga telefon qilib, shunaqa deb, yo O'zbekistonga kelishgancha kutib, kalitni berib qo'ylardi-da. Unaqa cho'zdi xotinlarni gapiga o'xshab xotinlardan ham battar bo'lib, unaqalar qilmasdan. O'zbekiston shou biznesini ustiga to'laqon sifatli axlatni to'kib tashlagan odam bo'lishiga qaramay, muhtoj odamlarning ustidan mana bu tarzda kulishni ham biladi. 2025-yilning boshida u o'zining ov mavsumini boshlagan edi. Bunda qator o'zbekistonlik mashhur odamlar ro'yxati ko'payib ketgan edi. Aşkım, kim onu tehdit ediyorsa, kim onun resmini paylaşıyorsa o kişinin ismini, soy ismini, bir de nerede paylaşıyorsa hangi sosyal medyada Instagram'ını yollasın diyor. Bir de Jasmin'in de kimliğini önüne... O'tgan safargisida indamadim. Qo'y, shunga qayerdagi yo'qqa pul sarflaymanmi advokatga deb. Endi pulimni ayamayman. Meni pulim ko'p-ku. Men ko'timni sotamanmikan, qanaqa qilaman-ekan, Ijishova universitet. Hozirda nima bo'lishidan qat'iy nazar, unga to'laqon qarshi chiqadiganlar va uni sirlarini ochib tashlaydiganlar ham chiqmoqda. Jasmin Transning ochiqdan ochiq fohishalik bilan shug'ullanayotganligi haqida videolar tarqay boshladi. Ammo lekin bu tarqalishlar va bu vahimalar fake bo'lib chiqishi mumkin. Chunki ko'p jihatdan ushbu videolarda uning yuzi va xatti-harakatlari yaxshi ko'rilmagan. Shu bilan birga Jasmin Trans haqida tarqalayotgan bu mish-mishlar yolg'on bo'lishi mumkin. Lekin nima bo'lsa ham holatga ochiqcha qaraymiz. Bundan osmonga chiqib bechara ko'rmaganini ko'rgani xursand bo'lib ketsa, xursandchiligini yulib olasan, o'zingdan xudo yasamay, sendagilarga qoldimi butun o'zbek xalqini kuni. Sendagilarga qoptida o'zbek xalqini kuni. Jasmin Trans fohishalik bilan shug'ullanishini isbotlashi yoki uni inkor qilishi shart emas. Chunki u qanday ayol yoki erkakligini hamma biladi. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, do'stingiz bilan bo'lishib qo'ying. Kelgusi ko'rsatuvlarda kanalimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.